Talaba bu non yo'q bo'lsa ham orzusi bor odam. Esda qolarli bo'lgani, ajoyib opa-singildek bo'lib ketgan xonadoshlarim va bir vaqtda kursdoshlarim. Talabalik yangi bir oila, yangi bir muhit, yangi imkoniyatga eshikdir. Mening eng esda qolgan xotiram davlat granti sohibi bo'lganim hayotimdagi eng unutilmas kun. Talabalik bu hayot sinovi. Talabalik zo'r ekan, ayniqsa networking kuchli, ya'ni do'stonalik juda yaxshi. Talabalik bu kitob bilan kechgan tunlar, kulgu bilan o'tgan kunlar va yurakda abadiy qoladigan do'stlar demakdir. Meni bitta kursdoshim juda uyquchi. Talabalik bu hayot maktabining eng sermahsul davri. Hozir ekkan bilim urug'laringiz ertaga yuksak orzular daraxtiga aylanishi mumkin. Talabalik bu soat 2:00 da ertaga topshiraman deb yozilgan referat va soat 8:00 da topshiriladigan mo'jiza. Talabalik oltin davrim. Bu davrni hech qachon unutmayman. Ayfu best of the best. Men universitet va kursdoshlarimni yaxshi ko'raman.